Всем привет, доброе утро. Barchalarga assalomu alaykum. Inshaalloh barcha tutgan ro'zalaring qabul bo'lsin. Nimaki niyat qilayotgan bo'lsalaring, barcha niyatlaringga erishinglar. Xullas, bugun iftorlik dasturxonimizdagi chuchvara va antiqa taom ko'rishingiz mumkin. Bugungi iftorlik dasturxonimiz chuchvara bilan va mana bunaqa ajabsindi taomlar bilan birgalikda iftorligimiz. Barcha ro'za tutganlarga sabr toqat tilayman. Barchalaringga Allohning panohida bo'linglar. Allohning o'zi sizlarga barcha ro'za tutgan insonlarga sabr toqat bersin. Inshaalloh ro'zalaringni kechgacha tutgan insonlar, sizlar nimaki niyat qilayotgan bo'lsalaring, barcha niyatlaringga erishinglar. Barcha orzu niyatlaring, maqsadlaring bo'lsa, tez kunlarda barcha niyat va maqsadlaringga erishinglar. Kasal insonlar bo'lsa, shifo topib ketsin. Mana shu ro'za oyida barcha qilgan duolaring ijobat bo'lsin. Xo'sh, birinchi o'rinda niyat qilib, duo qilib, albatta og'zimizni ochamiz. Barchaga xayrli kech. Bismillahirrahmanirrahim. Senga